Assalomu alaykum. Go'zal ayollar, go'zal opa-singillar. Yana Renessans klinikasiga tashrif buyurdim. Sababi bayram oldi klinikamizning barcha ayollarini, opa-singillarni va qolaversa ayol xodimlarini bayram bilan tabriklagani keldim, tashrif buyurdim va ikki og'iz sizlarni ham tabriklamoqchiman. Barchangizga, barcha O'zbekiston ayollariga, opa-singillarimga bayram munosabati bilan sizlarga sihat, salomatlik va ayollarga eng keraklisi sizlarga go'zallik tilayman. Ayol o'zini shunday qomatini saqlab qolishi uchun, shunday go'zal bo'lib yurish uchun avvalambor biz ayollardan go'zallik ifori tarqalishi kerak. Bizning qalbimizdan nur, ya'ni mehri daryo ayollar bo'lishi kerakda. Shuning uchun qancha bizning qalbimizda mehr, qancha go'zallik, qancha biz o'zimizni sevsak, xuddi shunaqa ifor tarqaladi bizdan. Shunday ekan o'zingizni seving, vaqtida o'zingizga e'tibor qarating. Yoshi katta opalarimiz yosharishni istasangiz albatta Renessans klinikaga tashrif buyuring. Bu yerda siz juda bir boshqacha iforni his etasiz. Go'zallik ifori tarqaladi bu klinikadan. Barchalaringizni yana bir bor bayram bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, krasavitsa opalarim. Я вас люблю.